7 avgust attiganligi Anqara Asanboğa aerodromidan bir aeroplan ko'tarildi. Ishida Erdo'g'an bor edi va manzili Jidda edi. Ammo bu odatdagi bir ziyorat emas edi. Bir necha soatdan keyin Turkiya tarixida imzolagan eng halqaliq mudofaa kelishimlarining biriga imzo qo'ymoqchi edi. Makka kelishimi deb atalgan bu kelishim nima uchun bunchalik muhim? Nima uchun Isroiliya taratqullari buni xatarlik bir ittifoq deb tasvirlaydi? Hindiston taratqullari Islomiy NATO deb atadi. Eron bo'lsa, buni bir tahdid deb qabul qildi. 4 oy burun ishlagan Yangi ittifoq Yangi urush nomli filmimizda bu kelishim to'g'risida sizlarga aytgan edik. U vaqtlarda kelishim bir gap so'zdan iborat edi. Endi bo'lsa hamma narsa haqiqat. Tünügün Saudiya Arabistonning Jidda shahrida Turkiya, Saudiya Arabiston va Pokiston o'rtasida 3 taraflik o'rtaq mudofaa kelishimi imzolandi. Eng olqiliq masala bo'lsa, amdilik taraflarning biriga qilingan hujum, uchalisiga birla vaqtda qilingan hujum deb qaraladi. Dal NATOning 5-moddasi bo'lgan bir a'zoga qilingan hujum barliq a'zolarga qilingan hujumdir prinsipiga o'xshash. Bu ittifoqqa Islomiy NATO deyilishning yana bir sababi mo dal mushu. Suhbatlarga Erdo'g'andan boshqa Saudiya Arabiston valiahdi shahzodasi Muhammad bin Salman va Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif qatnashdi. 2025-yil sentabrda Isroiliyaning Qatarga qilgan hujumidan keyin Saudiya Arabiston bilan Pokiston ikki taraflik o'rtaq strategik mudofaa kelishimi imzoladi. O'xshash prinsip bu yerda kuchga ega edi. Sana hujum qilinsa, o'zimga qilingandek qabul qilaman deyiladi. Ammo bu kelishimning dunyo matbuotida zo'r sada paydo qilishining asosli sababi Pokistonning islom dunyosida yadro quroliga ega birdan-bir davlat bo'lishi edi. Ya'ni Saudiya Arabiston puli bilan sotib olmaydigan bir narsani ittifoqlashish yo'li bilan qo'lga keltirgan edi. Ya'ni yadro to'sish kuchi. Yanvar oyining oxirlarida Saudiya Arabistonning Turkiya va Pokiston bilan elib borgan suhbatlari matbuotga oshkorlandi. 15 yanvar kuni Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan rasmiy bayonotida 3 davlatning suhbatlashayotganligini, ammo texi o'rtada bir kelishim yo'qligini aytdi. Turkiyaning oxirgi maqsadining texmi keng doiralik rayonlik bexatarlik sahnasi qurish ekanligini qo'shimcha qildi. Oraliqdagi vaqtda bexatarlik sohasida intayin kuchlik, ammo iqtisodiy jihatdan qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan Turkiya bu ikki taraflik ittifoqqa qatnashish uchun rasmiy iltimos qildi. Fevral oyining tunji haftasida Turkiya bilan Misr o'rtasida ayrim bir harbiy hamkorlik kelishimi imzolandi. Ya'ni amaliyotda bugun 3 davlat haqida so'zlayotgan ustalda 4 davlat bor edi. Mart oyida Riyodda tashqi ishlar ministrlari bir yerga keldi. Orqadan Islomobodda 2 ayrim yuqori darajalik suhbat o'tkazildi. Orqadan Erdo'g'an Pokiston bosh shtab boshlig'ini Anqarada kutib oldi va oxiri o'tgan hafta Erdo'g'an bilan bin Salman telefonda ko'rishdi. 4 kundan keyin Erdo'g'anning aeroplani Jiddaga qo'ndi. Jarayonni bunchalik tezlatgan birdan-bir sabab jazman urush ehtimolligi edi. Bir qozondek qaynayotgan O'rta Sharq ichida Saudiya Arabiston, Pokiston va Turkiyaning sherikligi qo'shimcha bir chiqish yo'li bo'la oladi. Makka mudofaa kelishimi nimalarni o'z ichiga oladi? Kelishim o'rtaq harbiy manevrlarni, mudofaa sanoati turlarida o'rtaq ishlab chiqarishni, istixborot almashtirishni, boshqarilgan bomba va havo mudofaa sistemlarida moslashishni o'z ichiga oladi. Ya'ni 3 davlat endi birlikda manevr qiladi. Qurol ishlab chiqaradi va istixborotini bir-biriga ochadi. Bu albatta oddiy bir kelishim emas. Kelishimni bunchalik qimmatli qiladiganimi dal ularning bir-birini to'liqlashi hisoblanadi. Shundaqki, Saudiya Arabistonning qo'lida intayin ko'p pul bor. Pokistonning qo'lida yadro to'sish kuchi bor. Ammo ikkisining qo'lida yo'q bir narsa bor. Maydonda isbotlangan mudofaa sanoati. Mana Turkiya bu bo'shliqni to'ldirmoqda. Va bu endi bir gap emas. Raqamlar bilan o'lchashga bo'ladigan bir kuch. Turkiya 2025-yili 185 davlatga 230 o'xshamagan mudofaa mahsuloti eksport qilib, 10 milliard dollardan oshgan eksport hajmiga yetdi. Mana bu uchlik bir yerga kelganda armiyalarda jami 2 million xodim, 170 yadro boshliq boshqarilgan bomba va jami 3 trillion dollardagi iqtisodiy ko'lam bilan ajoyib bir ittifoq shakllangan bo'ladi. Bu yerda bir savol paydo bo'ladi. Turkiya allaqachon NATO a'zosi emasmi?
Turkiya nima uchun mushunga o'xshagan yana bir ittifoqqa ehtiyojliq bo'ldi. Turkiya G'arbning bexatarlik besimi ostida turayotganda, birla vaqtda tillash xarakterlik bir sunniy musulmon bexatarlik o'quningmi binokori bo'lmoqda. Bu ziddiyatdek ko'rinsimi, amaliyotda Turkiyaning yaqinqi yillardagi tashqi siyosatining to'liq xulosasidir. Birla o'qqa bog'lanib qolmaslik, ko'plagan ustallarda birla vaqtda o'ltirish, ya'ni bu bir xatolik emas. Aksincha, strategiyalik bir kuchdir. Buningdan boshqa, bu üç davlat allaqachon rayonning eng aktiv rol o'ynag'uvchilari edi. Masalan, Turkiya G'azzada mangulik urush to'xtatish uchun suhbatlarda aktiv rol o'ynayotganda, Pokiston Amerika bilan Eron urushini oxirlashtirish uchun murassachilik qilyotdi. Saudiya Arabiston rayonning dal o'rtasida, ya'ni ustalga o'ltirgan üç davlat rayonlik krizislarni birlikda boshqarishga tirishmoqda edi. Bu taraqqiyotdan eng ko'p kim bearam bo'ldi? Javobi intayin aniq. Isroil. Tel Aviv markazlik Ay24 televiziyasi imzo qo'yilgan kunni bevosita halqiliq kun mavzusi bilan xabar e'lon qildi va xatarlik ittifoq deb atadi. Hindiston tarafmi jimjit qolmadi. Hindiston markazlik tadqiqot markazi bu ittifoqni bevosita islomiy NATO mavzusi bilan e'lon qildi. Pokistonning bu tanglimada kuchayishi Hindistonning eng cho'ng bexatarlik andisini bevosita qo'zg'aydi. Chunki Hindiston bilan Pokiston to'xtamay cho'ng bir urush girvikidan qaytgan ikki davlat. Yana bir tarafdan bu kelishimning imzolanishi Amerikaning Persiya qo'ltiqi bexatarligini qo'g'dash qalqonining yetarligiga bo'lgan ishonchining tuvallishi, Isroilning cheklimasiz harakatlari va Eronning rayondagi davlatlarga qilgan zarbalari orqa ko'rinishida 2025 va 2026-yillardagi Eronga qarshi urushlar jarayonida rayon xarakterlik tahdidlarning kuchayishiga ergashib o'ttirg'i chiqdi. Bu ahvol Riyodni o'z sheriklarini ko'p xillashtirishga va Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lgan taq taraflik beqindilikni azaytishga yuzlandirdi. Albatta bu Amerikadan butunlay voz kechishni ko'zlaganlik emas. Riyod ko'p taraflik bexatarlik kapolati to'g'ri qurishga texmi yaqinda qiladi. Bu yerda Amerika yanada asosliq tarkibiy qism bo'lib qoladi. Shuning bilan bir vaqtda uningga Turkiya va Pokistonning iqtidori qo'shiladi. Bu nuqtadan olganda yangi o'rinlashtirishlar Washingtonning yukini o'rtaqlashish va rayon xarakterlik ittifoqdoshlari ham sheriklarini o'z bexatarlik mas'uliyatini texmi ko'p ustiga ilishga rag'batlantirish yo'nalishiga uyg'un keladi. Buningdan boshqa üç davlat Amerika bilan quyuq munosabatni saqlab kelmoqda. Bu ko'rinarli kelgusida mazkur kelishimning rayondagi Amerika mavjudligiga raqobatchi bir ramkaga aylanib qolish ehtimolligini tuvallatadi. Coğrafiyalik siyosiy nuqtadan olganda bu kelishim Anqaraga O'rta dengizning sharqiy va Qizil dengizdan Arab yarim orlig'icha, u yerdan Pokiston va Hind okeanigacha suzilgan ta'sir doirasini tutashtirish fursati beradi. Shundaqla Isroilga bo'lgan jiddiychilik kuchayayotgan bir paytda uning strategik kuchini oshirdi. Pokistonga kelsak, bu kelishim uning yaqin sharqdagi mavjudligini kuchaytiradi va Hindiston bilan Isroilga o'rtasidagi taraqqiy qilayotgan munosabatlarni tamponlashtirish fursati yaratib beradi. Kelishimning eng muhim siniqi krizis yuz berganda o'rtaq mudofaa moddasining ijro qilinishchanligiga munosabatlikdir. Bu üç davlat bir-biri uchun urush qilamdi. Va'daga amal qilish saviyasining, hujumning xarakteri, o'rni, hujum qiluvchi tarafning kimligi va uning har bir davlatning bexatarligi bilan bo'lgan munosabat darajasiga asosan farqli bo'lishi texmi ehtimolliga yaqin. Xitoyning Turkiya, Saudiya Arabiston va Pokiston o'rtasidagi strategiyalik yaqinlashishiga tutgan pozitsiyasini sukut qilish orqali qo'llash va ehtiyotkorlik bilan kuzatish deb xulosalash mumkin. Xitoy Pokistonning iqtisodiy va mudofaa jihatdan muhim bo'lishini o'zining bir balvoq bir yo'l tashabbusining bexatarligi uchun muhim deb qaraydi. Shundaqla bu üç davlatning yaqinlashishi O'rta Sharqda muqimlik yaratishga, G'arbning rayondagi yakka hukmronlik o'rnini ojizlashtirib, ko'p qutblik dunyo tartibining shakllanishiga tuhfa qo'shadigan bo'lg'achqa, Xitoy bu jarayonni o'zining jo'grafiyalik manfaatiga uyg'un deb biladi. Shundaqdimi, Xitoy bu xil ittifoqlashishning taraqqiyotiga intayin ehtiyotchilik bilan qaraydi. Chunki u o'zining yaqin sheriki bo'lgan Eron bilan bo'lgan munosabatlarning tamponligini saqlashni, shundaqla bu yangi hamkorlikning Xitoyning rayondagi strategiyalik planlarga yoki qurol sotish bozoriga ta'sir ko'rsatib qo'ymasligini xohlaydi. Shunga Xitoy bu davlatlar bilan bo'lgan ikki taraflimlik munosabatni saqlab qolish bilan birga jarayonni davomli kuzatmoqda.